Hurmatli YouTube foydalanuvchilari, mana bugun 2025-yil 9-may sanasida yaxshi niyat bilan ekilgan o'sha pomidorlarimizga ekin suvini qo'ydik. Xo'p, birinchi ko'chatlar ekilgandan keyin 3 kun bir yengil qilib sug'orib oldik hamda undan keyin 2 hafta mobaynida o'sha ko'chatlar chanqaguncha biz ularni suvdan tortdik. Xo'p, shu vaqt mobaynida demak mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, bitta yarimtasida hosil nishonalari, ya'ni gul paydo bo'lgan. Demak, gulda kamchilik yo'q. Hozircha oziq moddalar yetarli. Mana gul shodalari ham paydo bo'lgan. Xo'p, gul shodalari. Endi biz ularga gulini hamda meva tugishini rag'batlantirish maqsadida ularga kompleks tabiiy hamda arzon usulda dori tayyorlaymiz. Bu yerda bodringlarimiz ham bor. Bodringlarimiz juda chanqab ketgan. Mana bu yerda ham qisman hosil nishonalari bor. Xo'p, mana gullashda davom etyapti. Ularga ham shu 2 marotaba suv berganmiz. Mana qisman hosil nishonalari bor. Lekin bu yerimizda juda o'sha tuprog'i oziq moddaga kambag'al bo'lganligi uchun mana o'zingiz ko'rib turibsiz, juda ham hosildorligi past ko'rinishidan. Demak, bularga ham endi shu chopiqdan keyin xo'p, NPK kompleks o'g'itini beramiz hamda bargdan gulini hamda mevasini rag'batlantirish maqsadida hamda kasalliklarga qarshi demak tabiiy dori tayyorlaymiz. Demak, pomidor bilan bodringga bitta qilib tayyorlaymiz. Hurmatli do'stlar, mana 9 tup o'sha aprel oyining boshida uyga ertaroq chiqishi uchun o'sha ro'zg'orga ishlatish maqsadida 9 tup 9 dona ko'chat ekkan edik. Xo'p, demak, bu ko'chatlar donasi 60 so'mdan olganman urug'ini. Xo'p, lider degan sort. Hindistondagi ekan. Mana hosil nishonalari. Buni biz ro'zg'orga ishlatib boshladik. Juda ham serhosil ekan, mana ko'rib turibsiz. Lekin bu arzon urug' bo'lganligi uchun bitta bo'g'inda asosan bittadan hosil beradi. Xo'p, endi bularning guliga e'tibor qilamiz. Demak, gullarda, mevalarda sarg'ayish yo'q. Mevalarda sarg'ayish yo'q. Shunday bo'lsa-da, bularga o'sha vitaminga boy bo'lgan hamda kaliy, kalsiy, fosforga boy bo'lgan ozuqa tayyorlaymiz hamda bargdan sepamiz. Mana bu yerda bir dona demak bodring guli qurigan, ya'ni o'sha hosil bo'ladigan mevasi sarg'ayib nobud bo'lgan. Demak, bunga asosan kaliyning qisman yetishmasligi sabab bo'lyapti yoki qandaydir kasallik sabab bo'lgan. Hurmatli do'stlar, mana shu tariqa biz tabiiy ham ozuqa, ham kasallikka qarshi kurashadigan demak dori tayyorlab olamiz. Xo'p, birinchi o'rinda o'sha o'simliklarni gullash oldidan hamda gullagan paytda beriladigan eng asosiy modda bu bor hisoblanadi. Demak, borning o'simliklarga foydasi xo'p, gulni hamda mevani sifatini yaxshilab, demak, ularni kattalashtiradi. Xo'p, bundan tashqari o'sha azotning harakatini tartibga soladi. Xo'p, demak, buni hozir biz iliq suvga eritib oldik. 10 litrga 3-5 gram oralig'ida. Mana eritib olingan suv. Xo'p, ikkinchi o'sha o'simliklar uchun eng zarur bo'lgan ozuqalardan bittasi, demak, bu zardob hisoblanadi. Zardob bu
sutga qatiq solib ivitish natijasida hosil bo'ladigan o'sha sutdan ajralgan suv hisoblanadi. Demak, bu zardobda o'simlik uchun nimaiki o'sha oziq modda kerak bo'lsa, barchasidan qisman bor. Hamda ularda oqsil, kaliy, kalsiy, rux hamda turli xil vitaminlar va turli xil o'simlik uchun kerak bo'lgan boshqa elementlar mavjud. Bundan tashqari bizda o'sha uyimizda o'sha chumoli bosgan asal bor ekan. O'sha asal ham o'simliklar uchun juda kerakli bo'lgan, demak, ozuqa hisoblanadi. Bundan ham demak bir qoshiq asalni eritib oldik. Demak, zardobga bir narsani aytmoqman, bu 10 litr suvga 1 yoki 2 litr zardob qo'shsa bo'ladi. Dozasi shu. Xo'p, asalni 10 litr suvga biz o'sha apparatimiz 15 litrlik bo'lganligi uchun shu bir qoshiq yoki 15 litr suvga ham bir qoshiqni eritib ishlatsa bo'ladi. Asalning tarkibida o'sha zardobga nisbatan juda kuchli ozuqalar bor. Bu asosan mikro elementlarga boy. Ya'ni buni tarkibida o'sha birinchi navbatda kaliyga boy, keyin kalsiy mavjud. Bundan tashqari biz uchun eng kerakli bo'lgan narsa, hozir bizda o'sha do'kondan, aptekalardan temir olib o'sha bargdan berishimiz kerak edi. Buni o'rniga, demak, temir bo'lmaganligi uchun o'sha asaldan foydalandik. Asalning tarkibida temir ham mavjud. Temirga ham boy hisoblanadi. Bundan tashqari buni tarkibida mis bor, rux bor va gul nektaridan tayyorlanganligi uchun bularda marganiz hamda magniy elementlari mavjud. Demak, o'simlik uchun kerak bo'lgan eng mana shu nimaiki kerak bo'ladigan bo'lsa, asalning tarkibida ham bor. Xo'p, bundan tashqari o'sha asal ham o'simliklarning immunitetini oshiradi, turli xil kasalliklarni oldini olishda yordam beradi. Xo'p, bularda ham o'sha o'simliklarning tez rivojlanishi uchun demak, rag'bat tariqasida ham mana shu o'simliklarga asalni beramiz. Xo'p, bundan tashqari margansovka, bu fan tilida kaliy permanganat deyiladi. Bu margansovka bakterial hamda zamburug'li kasalliklarga qarshi kurashuvchi vosita hisoblanadi. Bundan tashqari o'ziga xos ozuqa hisoblanadi. Margansovkani yana bir foydalaridan bittasi, ildiz orqali tuproqdan, demak, kaliy hamda temirni yaxshi so'rilishini ta'minlash xususiyati bor. Xo'p, yana margansovkani tarkibida o'sha kaliy hamda marganiz bo'lganligi uchun kaliy o'simliklarni mevasini sifatini oshiradi hamda mevani kattalashishiga yordam qiladi. Marganiz esa o'sha o'simlikning nafas olishini yaxshilaydi. O'sha marganiz elementi va fotosintez jarayonlarini jadallashtiradi. Bundan tashqari o'sha xo'jalik sovuni. Asosiy bizda o'sha o'simlik uchun ozuqamiz bor kislotasi, zardob, asal hamda margansovka. Bularni jips qilib birlashtirib bargga yaxshi yopishini ta'minlash maqsadida xo'jalik sovunidan foydalandik. Buni 15 litr suvga taxminan 15-20 gram o'sha qirg'ich yordamida maydalab suvda eritib oldik. Xo'p, endi xo'jalik sovunni o'sha turli manbalarda o'simlik uchun ozuqa emas deyiladi, lekin buni ikkita asosiy xususiyati bor. Xo'p, birinchi xususiyati o'sha 4 ta ozuqamizni jips qilib bargga mahkam hamda uzoq yopishishiga bu foyda beradi. Bundan tashqari ikkinchi xususiyati bu yengil inektisid bo'lganligi uchun sovunli suv tekkan o'sha barg yoki tanalarda o'simlikka ziyon beradigan o'sha hasharotlarning harakatlanishini qiyinlashtiradi. Shu sababli o'sha sovun ozuqalarga sovun qo'shib sepilgan paytda albatta
bu yerda hasharotlarni qochirishga ham biz o'zimizdan tabiiy kurashgan bo'lamiz. Hurmatli do'stlar, mana 10 litr suv olib oldik. Demak, bunga birinchi navbatda o'sha biz margansovkani juda yengil qilib qo'yamiz. Margansovkani rangi suvning farqidan sal o'zgarsa bo'ldi. Xo'p, buni ichiga o'sha so'm ortiqchasini solgan edik. Rangi sal o'zgarsa bo'ldi mana. Endi bu hammasini solib yuboramiz. Juda bir 4-5 ta kristalni solgan edik. Mana bu o'rtadagi aylanayotgan oq narsa bu so'mning ortig'ini bunga solgan edik, satilgan. Mana margansovkani aralashtirib oldik. Bilinar bilinmas holatda, chunki kuydiruvchi xususiyatga ega bo'lganligi uchun, demak, biz juda ham kam miqdorda irimiga soldik. Xo'p, endi bunga o'sha mana borniy kislotani iliq suvda eritib olganmiz. 10 litr uchun 2-5 gram hisobida buni dozasi. Mana borniy kislotani solib oldik. Xo'p, endi zardobni solamiz. Bu o'sha zardob 1,5 litr bankaga olingan. Chunki apparatimiz 15 litr bo'lganligi uchun. Bismillah. Xo'p, bundan keyin o'sha 4-oxirgi ozuqamiz asalni aralashtirib yuboramiz. Sal chumoli bosgan. Xo'p, eng oxirida mana shu borniy kislota, zardob, asal hamda margansovkani jips qilib barikda mustahkam ushlab turishi uchun demak sovunimizni solib yuboramiz. Xo'p, bu sovunimiz ivib qopti hozir. Buni ham mana sovunni solib yaxshilab aralashtirib, keyin apparatga suzib solamizda bariklarga beramiz. Demak, bu bugungi tayyorlagan o'sha ozuqamiz o'simlik uchun nimaiki o'sha mikroelementlar, vitaminlar, oqsillar kerak bo'ladigan bo'lsa, barchasini demak o'zida mujassam qilgan. Hamda o'sha zardob o'simliklarning birinchi navbatda immunitetini mustahkamlaydi, kasalliklarga qarshi kurashuvchanligini oshiradi. Xo'p, hurmatli do'stlar, shuning bilan demak bugungi videomiz nihoyasiga yetdi. Barchalaringga o'sha videoni kuzatib turgan dehqon aka-ukalarimiz bo'lsa, dehqonchiliklaringizga hamda umrlaringizga Alloh baraka berishini tilab qolaman.